qitim Ana til televiziyasining tavsiyasi bilan Qozog'istonda o'tkazilgan Ana til televiziyasining shuari bo'lgan Ana til demak Uyg'urni so'ymak shuari bo'yicha Ana til demak xalqimni so'ymak bolalar san'at va adabiyot kechiligining mazmuni huzuringlarda bo'ldi. Bu qitimliq faoliyatda Qozog'istondagi ustozimiz Qadinur xonimga chuqur rahmatimizni bildiramiz. Assalomu alaykum Ana til televiziyasining omaq ko'rarmanlari. Men Qozog'istondagi turishli ustozimlar Qadinur Arif Ro'zi bo'laman. Biz yıllardan beri Ana til televiziyasi bilan hamkorlashib, kelgusi Uyg'ur avlodlarimizga Ana til Gulistondan gul g'unchalarni tizib kelmoqdamiz. Ham nurg'unlagan ijobiy natijalarni qo'lga keltirdik. Biz Ana til televiziyasining tavsiyasiga asosan bizning Shabnam Uyg'urning Gulchiray xonim qizlar klubi, Alamat prodyuserlik san'at markazi ham Qozog'istondagi boshqa uyushmalar hamkorlikda Ana til televiziyasining Ana til demek xalqimni sevmek şiariga asosan film ishlab chiqdik. Ham bu filmni butun dunyodagi omoqlarimizning huzuriga sundik. Men bu san'at festivalining o'rinlashtiruvchisi, uyushtiruvchisi sifatim bilan bu faoliyatga ajrini singdirgan Ana til sevar qarindoshlarimga o'tliq salom yo'llayman ham rahmat aytaman. Assalomu alaykum qadrli jamoat. Tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum aziz muhtaramlar. Nam qirollar, gul chiroylar. Salomlar, mehr muhabbatlik bo'lsin. Kelgan qadimlarga marhaba. Voy, bu omoq yigit qanday qayerdan kelib qoldi-ki? Tuman Qadinur, ana tilimizda pek tatlı hem yaqinliq salomlashmoqda. Qursa, ikkinchi ko'pchilik bilan pek salomlashib turibsizlar. Chiliqqan so'zlarga men naqadar chiroyli og'zi meni bexosaqlab sehriga shigrab qochib qoldim. Voy, nima deydi bu yigitni bir chavoqdan chiqib qo'yaychi? Bu yigitning ismi kimdir? Mening ismim Raqqat bo'ldi. Sen qayerdan kelding? Qaysi maktabda o'qiysan? Men 153 maktabda bo'lman. Shundan bilan Raqqat bugungi bizning o'sh festivalda sen o'zingning hunarini ko'rsatgin kelding bu deyman-a? Men o'zimning hunarimni ko'rsatishga keldim. Nimalarni qilib bersan bugun? Men bu yerda naqsha va she'rlarni aytib keldim. Qani opirin. Mana shunda o'g'illarimiz ana tilda bulbuldek sayraganda, shunda qizlarimiz, yigitlarimiz bugun ana tilda men o'z hunarimni ko'rsatman deb kelganda bizlar orqadan qarab turmaymiz. Hammalarga yana bir qadam muborak bo'lsin kelgan qadimlarga deb marhaba deymiz. Sizga rahmat omoq yigit. Endi shu
Jan Usul ansambli. Qani uçaqda aziz dostlar, bugungi bizning ana til demak xalqimni suymak nomli ushbu Cumhuriyetlik miqyosida o'tkazilayotgan birinchi festivalimiz rasmiy boshlandi. Naqsha ana tilim. Sahnada kichik cho'lqinimiz Iroda Mahmud tarafimiz. Milletning tilidan bildim deydigan. Naqadar to'g'ri aytilgan gaplar. Qadrdonlar, bugungi ana til, adabiyot, so'z san'ati ham muzika san'ati bo'yicha Qozog'iston diyorida ana tilda bilim berayotgan barcha maktablar orasida o'tkazilayotgan davlat rahbarining kelajakka nishon ma'naviy yangilanish nomli maqolasini amalga oshirish maqsadida büyük namayanlarımız Mahmud Qashqariyning 1010, Yusuf Hazhajibning 1000 yilliklarga bag'ishlangan ana til demak xalqimni suymak nomli Cumhuriyetlik birinchi festivalni qo'llab-quvvatlovchi davlat mahkamalari, yigit boshlari, Olmut shaharlik turk va Qoraqalpoq etno madaniyat markazlari, vijdoni qaynoq yoshlarimiz, Best Days studiyasi, Dolan Dilber usul ansambllari ham barcha Olmut shahri va Olmut viloyatiga qarashli Uyg'ur tilida bilim berayotgan bugungi festivalga qatnashayotgan maktab ma'muriyatlari, ustozlari, o'quvchilari, ota-onalari hammaga oliy ehtiromlar. Mana bugungi kunda bizning shu festivalimizda kelayotgan joy-joylardan tizimlikka e'lingan 170 shagird, 70 ga yaqin ustozlar, 50 ga yaqin odamlar, jami 300-350 dan oshgan mushundaq millatni sevgan, tilini sevgan, qadrlagan shundaqlar bizning oramizda shundaq jongo'yar, shundaq millatparvar olim aqllarimizdan biri Rahmatjon aka, Akimjon aka Aropovlar chaqiraymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bizning hurmatli o'quvchilar, ustozlar, mehmonlar, ota-onalar. Bugungi Cumhuriyetlik birinchi festival xalqimni suymak, ona tilini bilmak degan
festivalinde mübarek olsun. Benim hem de sözlegenden ki, muşu soğuk demey, kış demey, kelgen barlık okuçularga, ata-onalarga, ustazlarga çoğun rahmetimni yetkizip keldim. Rahmet sizlerge. Til degan narsa naydi kuchli bo'ldi. O pichoqdinma o'tkir, baldinma tatliq, o omazdinma qattiq, biroq o'g'idinma ochiq bo'ldi. İlya Bəxtiya öz vaqtida bir she'r boshqa vaqtda aytib ketgan bir she'rning nemisi bor. Esim tushadi. Qo'l tamg'amba bir narsa bo'lib qoladi. Menim o shoir qushi manga shoir qushi qo'nib qoladi. Shu vaqtda ko'p shoirning orasidan qag'ib olam, oqqug'im deb to'nib qoladi. Bugun kelgan o'quvchilarning hammasining qo'l tamg'isi mushunga boshlaydi. Har birining o'zining olgan maqsadi amalga oshdi. Әрқачан Маштаб Анатолда yaxshi o'qib, yaxshi bilim olib, bizning millatning soni az bo'lsa-ham, biroq safosini ko'taramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi festival qatnashuvchilari, qimmatli bizning o'quvchilar, ota-onalar, ustozlar, bayramlar muborak bo'lsin. Hakikaten bugünkü zalga şu özünün anıtını söyleyen, demek milletini söyleyen, halkını söyleyen, gelini söyleyen kız yigitimiz kelip oturttu. Ben birinçiden şu festivalin uyuşturucu asasen Kalbinur sizge rahmet etmekçiden Kalbinur ben yaxshi bilaman. Ben festival programması qarsan, yani essay yazish, ilmiy ish, tasviriy san'at, naqsh etish, usul o'ynash, Uyg'urlar hayotidan hamma sohalardan yig'ilgan shu musobaqa nomlari bor ekan. Shundan qarab, demak, bu festivalda bizning ham madaniyatimiz bor, tariximiz bor, urf-odatlarimiz bor, kelajagimiz bor, ona tilimiz bor, adabiyotimiz bor ekan. Ben o'ylayman ki bugun bunga qazilarga kelib ishlashga to'g'ri keldi, demaklar. Misol festivalning nisi doirasi intayin kam. Bizning qatnashuvchilarning yurtga chiqdi deb o'ylayman. Adil qazilarga o'zlariga to'g'ri bahosini berib, bugungi festivalning yakunini to'g'rilab chiqdi deb o'ylayman. Festival o'rin elish shart emas. O'sha bizning qiz yigitlarimizning, bolalarimizni, navaralarimizni shu festivalga qatnashishni o'zi millatparvarlikni, xalqni suyganlikni bir ifodasi deb o'ylayman. Men hammalarga ahyoqlarni ishlarni cho'q tutlayman, o'sha bolalarni tarbiyalab, tayyorlab kelgan ota-onalarga, ustozlarga rahmat aytaman. Ahyoqlarga. Endi ishni boshlashdan oldin maqsad hammamizga tushunishli, maqsadlarni bizlarga nizomnomada hammani to'liq, aniq ko'rsatib berdi. Hozir sizlarning vaqtinglarni olmay, kichkin maqsadlarni, minnatlarni tushuntirib o'tamaylar. Bugungi kunda sizlarning shu bor bilimlarni, talantinglarni, aqlinglarni sinab ko'rib boqaylik deb kelib o'tagan aka-adlarimiz bilan, ya'ni adil qazlarimiz bilan bir tanishtirib o'tib ketsam. Baymen teknik taklif qilgan Emilian aka boshchiligidagi bir to'p adil qazlar deb ataylik. Alım tercüman Pen Xalqarалық Qalamdoshlar klubining prezidenti Hamid aka Hamrayev. Babasa ilmiy ishlar bo'yicha kechikayotgan bo'lsa, hozir kelishi mumkin. Pedagog fanlarining nomzodi olima dotsent Mahinurada Nizomova. Bular hammasi ilmiy ishlar kirdi, yangi o'tagan olimlarimiz endi belgili жағдайлар bilan vaqtimiz yo'q, kiramaymiz deb so'rayotdi. Shunda qilsam atab o'tib ketay. Ekonomik fanlarning, iqtisod fanlarining nomzodi Akimjon aka Arupov.
Эссе езіш бойынша филология пәнінің намысты Уйғур Язғычылар Итпақының азасы Рахметжан ака Юсупов. Қазақстан Жұмһуриеті білім беріш системасының етекші вә ilmiy pedagogикалық қызметкарлығының біліміне ашылған Жұмһуриетлік институт мониторинг вә таллаш бөлімінің башлығы тренер Гүлнара Насырова. Филология пәнінің намысты журналист пән халықаралық қаламдашылар клубының азасы Хәҗәмәлә Әхмәтова. Эссе езіш бойынша. Әнде тәсіби сәнәт бойынша Дүния арт галереясының рәисе драматург Хакимжан Акагулиев. Янбашындақлық атақлық яш рәссам Мұхаббәт Хитафонова. Ширият бойынша Қазақстан Язғычылар Итпақының азасы шайыр акымыз Ауыт ака Мәсимов. Журналист Ахметжан Исрапилов. Шайыр журналист акымыз Тельман ака Нұрахонов. Һәм бұл жерде шириеттен драма бірлік тымаңды, яғни біздің балаларымыз монолог нәсірлеріме етіп сәкін өзінлерін көстіді, һәм нақшыланы етіді. Әнде Құдыс Ғожабаев намыдке Жұмһуриетлік академиялық Уйғур дөләт музыкалық комедия театрының драма әртісі Тұрдыбек Аблезова. Құдыс Ғожабаев намыдке Жұмһуриетлік академиялық Уйғур дөләт музыкалық комедия театрының яғни бір драма әртісі Гүлбахар Ахмадиева. Вокал бойынша Уйғур эстрадасының чолпыны композитор Сания Исмаил. Мәскүр Чайковский намыдки колледжінің оқытушысы Уйғур балаларына тәрбиелеп алған бірден-бір талантлы акаңна Сабыржан Манашев. Һәм вокал бойынша үзәм нәшәдә һәммә басқышлар бойынша үзәм үстіден яны қарап, адыл қазылар белән мәслихәтләшеп отырған үзәм һәм бар. Qanamsa barcha mehmonlarning hurmatiga Dilbar usul ansamblining o'rnashida qo'ng'iroq usulni ma'lum qarshi olaylik. Marhamat. Rahmat.
bu qitimliq soni mush yerda oxirlashdi. Ko'rguninglarga rahmat. Xayr xo'sh.